بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد ba'zi bir kimsalar tomonidan ayni paytda dinni qiyin qilib ko'rsatishlik, dinni og'ir va mashaqqatli qilib namoyon qilishlik holatlari kuzatilmoqda. Aslida din Alloh taolo bizlarga bu dinni yengil din qilib berdi. Parvardigori olam bandalariga hamisha hamma vaqt yengillikni iroda qilgan. Qur'oni Karimning Baqara surasida Alloh taolo shunday marhamat qiladi. Yuridulloh bikumul yusr va la yuridu bikumul usr. Alloh taolo sizlarga yengillikni xohlaydi va hargiz Alloh sizlarga qiyinchilikni xohlamaydi deb marhamat qiladi. Haqiqatdan ham bu din yengil din. Bu din oson din. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam qaysi payt sahobalarni biror bir yerga jo'natsalar, vakil qilib jo'natmoqchi bo'lsalar, janob Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni sahobalarga aytadigan tavsiyalari, beradigan ko'rsatmalari yassiru va la tuassiru, bashiru va la tunaffiru. Yengil bering, yengil yassiru va Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning hadisda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam qachoniki biror bir sahobiyni biror bir mas'uliyat bilan biror birga jo'natadigan bo'lsalar, biror bir yerga qanaqadir bir mas'uliyat bilan yuboradigan bo'lsalar, payg'ambar alayhissalomni ularga beradigan doimiy tavsiyalari yassiru va la tuassiru, bashiru va la tunaffiru. Yengil qilinglar, yengil ko'rsatinglar, og'ir qilmanglar, odamlarga bashorat beringlar, xushxabar beringlar, odamlarni nafratlantirmanglar deb payg'ambar alayhissalatu vassalom marhamat qiladilar. Mana shunday janob Rasulullohning irshodlari, Rasulullohning ko'rsatmalari yengillik bilan, osonlik bilan, go'zallik bilan, xushxabar berishlik ila, bashorat berishlik ila dinni yetkazishlikni janob Rasululloh buyurar edilar. Hani endi ba'zi bir kimsalarni dinni mashaqqatli, dinni qiyin, dinni juda ham bir og'ir qilib ko'rsatish holatlari kuzatilmoqda. Aslida bu dinga zarar. Bu qanday zarar? Dinning ichidan turib berilayotgan zarar, berilayotgan zarbaiki, buni oqibatida turli xil fitnalar paydo bo'ladi. Turli xil fitnalar paydo bo'ladi. Aslida bunday dinni qiyin qilib ko'rsatadigan odamlar g'olib emas, aslida ular mag'lub bo'lishadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadisda janob Rasululloh sollallohu alayhi va sallam marhamat qildilar. Inna hazad-din yusrun va la yushadda ad-din illa ghalaba. Bu din yengil din, bu din oson din dedilar janob Rasululloh. Kimiki agar bu shu dinga tashaddud qiladigan bo'lsa, bu dinga mashaqqatni olib kiradigan bo'lsa, bu dinni qiyin qiladigan bo'lsa, din uning ustidan g'olib keladi dedilar. Bunday dinni qiyin qilib ko'rsatadigan odam aslida yutgan emas, albatta yutqazgan hisoblanadi. Shuning uchun ham dinni go'zallik bilan yetkazmoqligimiz kerak. Va alal oqibatda shunday qiladigan odamlar fitnachi hisoblanadi. Ya'ni dinning ichidan turib fitna qo'zg'atayotgan insonlar toifasiga kiradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Muoz ibn Jabalni bir joyga imom qilib tayinladilar. U kishi imom bo'lib turgan chog'larida namozlarni uzun o'qirdilar. Ya'ni qavmga imom bo'lib turgan paytlarida, qavmga imom bo'lib turgan chog'larida namozlarni cho'zar edilar. Shunda bu hol payg'ambar alayhissalomga yetkazildi. Ya'ni shikoyat qilib namozlarni haddan tashqari cho'zayotganligi Rasulullohga yetgandan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam g'azablandilar va aytdilarki, anta fattan dedilar. Ey Muoz, sen fitnachimisan? Jamoatni, jamiyatni orasida fitna qo'zg'ayapsanmi deb marhamat qildilar. Hatto qarangki, namoz masalasida ham, ibodat masalasida ham mana shunday og'ir va qiyin qilib ko'rsatishlik bu odamlar jamiyat orasida dinga nisbatan nafrat va
qiyinchilikni paydo qilishlik fitna qo'zg'ashishiga, fitna olib kelishligiga sabab bo'lar ekan. Shunday ekan azizlar, dinimizni, Alloh bizlarga ato qilgan bu shariatni go'zallik bilan, chiroylilik ila, yengillik ila qabul qilmoqligimiz va uni mana shunday go'zal va chiroylilik ila yetkazmoqligimiz lozim bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.